Magazinga ketyapsizmi? Ha? Chiqishingizda non bilan suv olib oling. Bo'pti, onasi yaxshi o'tirib olib chiqaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Qalaysiz? Sizga bitta iltimosim bor edi. Nimagadir uyimimiz sveti yonmayapti, yoqsam shuni to'g'rilab bera olasizmi? Mayli, yuring. Hozir magazinga chiqib ketyaptimi? Qarab beraman. Bu tarafda. Keling, kiring. Keling. Nima bo'ldi o'zi? Shu bilmadim, ishlamayapti. Hozir ko'ramiz. O'zim ham rosa xijolatdaman. Siz ham ovora qildimi? Yo'q, xijolat qo'shnimiz-ku. Hamma erkaklar ham sizdek emas. Yo'q, men ham oddiy odamman. Yo'q, siz boshqachasiz. Qanaqa boshqacha? Boshqacha deganda samimiy, televizordan ko'ra yana ham kelishganroq. Rahmat. Svetzam yondi. Yondi. Yuring, choy damlab beraman. Yo'q, mayli, meni ishim bor edi. Ha, mayli. Yaxshi o'tiribsanmi? Nima buncha qolib ketdingiz? Qo'shnini svet o'chib qo'yganiga yordam berdim. Odamlarga yordam berganingiz yaxshi. Lekin ehtiyot bo'ling. Nimadan? Hayotdan. O'tkinchi yoring malakcha bo'lar, uydagi yoring bo'lakcha bo'lar. Dunyoda ko'z ochib ko'rganing ilk muhabbating boshqacha bo'lar.